Oxirgi oylarda respublikamizda va qo'shni respublikalarda qizamiq kasalligining ko'payishi qayd qilingan. Qizamiq virusi o'ta yuqumli bo'lib, havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Agar maxsus vaksina olinmagan bo'lsa, xavfli kasalliklarga sabab bo'ladi. Kasallik belgilari: tana haroratining 38-39 daraja ko'tarilishi, burun bitishi, quruq qiynaydigan yo'tal, ko'ngil aynashi, ko'z shilliq qavatlarining qizarishi, konjunktivit belgilari, holsizlik, et uvishishi, bosh og'rig'i, ishtahaning pasayishi, badanda qizil toshmalar toshishi. Bu postni qo'yishdan maqsadim ogohlantirishdir. Chunki statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning o'zida 2024-yilda 9 million odam qizamiq bilan kasallanganligi aniqlangan va ulardan 130 mingta bemor hayotdan ko'z yumgan. Shuning uchun farzandlaringizni qizamiqdan ehtiyot qiling. Bu videoni tanishlarga jo'natishni unutmang. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va plus belgisini qoldiring.